Diqqat, bizda ob-havo xabarlari 1, 2 va 3 may kunlaridagi ob-havo prognozlarini O'zgidromet e'lon qildi. Batafsil videoda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va videolarimizga like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bir-biringizni hurmatda bo'ling va haqorat qilmang. Biz boshladik. Eng so'nggi yangiliklar bizning kanalimizda. 1, 2 va 3 may kunlaridagi ob-havo prognozlari Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol shaharda 7-12 metr/sekund tezligida esadi. Harorat 1 mayda kechasi 10-15 gradus, kunduzi esa 23-28 gradus. 2 mayda kechasi 13-18 gradus, kunduzi esa 28-33 gradus. 3 mayda kechasi 13-18 gradus, kunduzi esa 25-30 gradus bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 1 mayda kechasi 13-18 metr/sekundgacha, kunduzi esa 25-30 gradus. 2 mayda esa 15-20 gradus, kunduzi esa 30-35 gradus bo'ladi. 3 mayda kechasi 15-20 gradus, kunduzi esa 33-38 gradus bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 metr/sekundgacha, kunduzi esa 1 va 2 may kunlari 28-33 gradus, 3 mayda esa 30-35 gradus bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 17-22 gradus, kunduzi esa 1 mayda 30-35 gradus, 2 va 3 may kunlari 32-37 gradus bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida esa havo biroz bulutli bo'ladi. 1 va 2 may kunlari havo ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 3 mayda kechasi havo harorati 15-20 gradus, kunduzi esa 1 va 3 may kunlari 28-33 gradusgacha, 2 mayda 25-30 gradusgacha bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 1 va 2 may kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 3 mayda harorat kechasi 8-13 gradus, kunduzi 1 va 2 may kunlari 18-23 gradus, 3 mayda esa 15-20 gradus bo'ladi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videolarimizga like bosing, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.